Assalomu alaykum. 3 kun oldin o'rnatgan quyosh panelimizni Hafiziy oilaviy restoraniga qo'ydik. 5 kW Jinko panel, 10 kW DEA invertordan qo'ygandik. Bugun yakshanba, quyosh yaxshi chiqqani uchun keldim. Hozir restoran to'liq odam ekan. Hozir odam ko'p bo'ldi. Soat 1 bo'ldi, generatsiyasini tekshirib ketgani keldim. Bugun yakshanba, odam ancha gavjum. 3 kun oldin o'rnatdik. Mana yondi hozir bu. Necha kilovatt berishini ko'rib ketdik. Soat 1 bo'ldi hozir. Birda qancha berar ekan? 60. O'tda 5 kilovatt o'rnatilgan. 285, 27, 4, 9. Hozir maksimalligini ko'rsatish kerak. 42, 4250. O'tda 4960 watt panel o'rnatilgan. Jinko 620 dan 8 ta. 4250 beryapti 5 kW distansiya. Invertorimiz 10 kW DEA, on grid. 4260. 4275. Bu 86% generatsiya beryapti. Endi kunisiga panel qizilsa kamroq beradi. 86% ishlayapti. Yaxshi. Yana qo'shib yuboriladigan bo'lsa, bu yaxshiroq bo'ladi. Konnektorlar qizmayapti. Invertor o'zi hali endi ishga tushdi, qizimaydi. Ular ham yaxshi. Hech qaysi qizayotgani yo'q. Chiqib oldi o'rnatgan obyektimiz. Hafiziy oilaviy restorani. Ko'pchilik savol berdi. Tomga chiqdingizmi yo tomga chiqqanmi yo'q? Bu yoqqa chiqib olib syomka qildim. Tomga chiqqanim yo'q. Tomimiz ham bu shaklda. Remont qilib bo'lyapti. Kimga shu masala qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Pastda nomer qoldiraman. Maslahat ham beraveramiz, kerak bo'lsa ustanovka ham qilib beraveramiz.